Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari, Mega Avto 7070 kanalining muxlislari, hammanglarga Andijondan salom. Musofir yurtda yurgan hamyurtlarimizga, biz obunachilarga alohida salom. Akalar, qo'limizga Bestion'ni kattasi T99 gabarit katta minaman deganlarga zo'ridan kelib qoldi. Marhamat, ko'ringlar. Mashinamiz 2022-yil Bestion T99 modeli. Mana mashinamiz eng fulli, kurgovo tonirovkaga ruxsatnomalari bor. Mana 21lik yaxshi balonlar qo'yilgan, o'z diskasi 21 dyuymda bo'ladi. Mana ablisotkalariga ham e'tibor berasizlar. Juda ham chiroyli ishlangan mashina. Marhamat. Gabarit ancha katta. Eng fulli lyuklari ham ajoyib ochiladi. Mashinamiz sotuvda. Marhamat, ko'ringlar. Mana salon holatlari. Kojinli salon. Bunaqa Face ID'lari bor. Ko'ringlar. Mashinamiz 1.6 motorda bo'ladi. Marhamat, mashinamiz oldi kapotini betida lakki bor. 99 ming probegda. Yurish-turish holatlari o'ta ham a'lo darajada. U bahaybat maxluqimizning narxini kichkina mishiq surxondaryoliklar pishak deydimi? Xullas narxini kichkina qilib qo'ydik. 19.700 dollarga berib yuboramiz. Uni Devo moshtalarga barter qilamiz. Hop, 7-8 ming puli borlarga bank ham qilib bersak bo'laveradi. O'zbekistonning hamma viloyatiga dostavka qilib yetkazsak ham bo'laveradi. Ko'ringlar, yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Marhamat. Ko'ringlar. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilik dizolari hali oldinda. Mega Avto 7070 xizmatinglarda. Marhamat. Bestion T99 sotuvda. Rahmat e'tibor uchun, salomat bo'linglar.